Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni Oynay jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, mana bu videoni jadvalda davomida sizlarga ertangi valyuta kurslarini taqdim etaman. Undan keyin namoz jadvalini qolganlarini ko'rib borasizlar. Mana azizlar, erta 13-noyabr 2025-yil payshanba kuniga valyuta kurslari mana ko'rganingizdek pasaygan bari. Mana qizil strilkalar pastga qaraganmi, demak bular hammasi tushgan. Mana azizlar, sizlarning e'tiborlaringizga mana buni ikki taraflama ham namoz jadvalidan xabardor bo'lasizlar va bizni kuzatib boruvchi muxlislarimiz, namozxon aka-uka opa-singillarimiz orasida dollar sotadiganlari bordir yoki dollar oladiganlari bordir. Va sizlarning e'tiborlaringizga mana shunday bir yangilikni havola qilmoqdaman. Iltimos, videolarni oxirigacha ko'ramiz. Like bosib maksimalni tarqatamiz. Iltimos sizlardan. Like uchun sizlardan pul ketmaydi. Like uchun bizga pul kelmaydi. Like faqat video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ramiz. Like bosib maksimalni tarqatamiz va kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Mana azizlar, sizlarning e'tiborlaringizga mana bu valyuta kurslari, endi esa yana namoz jadvalining davomlari. Azizlar, oldingizdan boshqa bir videolar chiqyapti. Arzimagan videolarga ham bir like bosib o'tyapsiz. Iltimos, bunga maksimalni like bosishda befarq bo'lmang. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Salomat bo'lingizlar.